Mana nima uchun jaydari mollarni qo'yib yuborib boqib bo'lmaydi. Bu yerda ko'rib turgan buqalaring bozordan kelisizlar, mana shunaqangi g'ov holatda qilib turib qo'yib yuborilishi natijasida mollarimiz bir-biri bilan suzishgan, bir-birining ustiga sakragan, bir-biriga travma yetkazgan. Hozir ichkarida bittasini oyog'i sinib, ichkarida yotibdi. Bularda bir-biri bilan suzishi natijasida oyog'ida og'riq bor, shoxi singan bittasini, oyoqlari ishib ketgan. Shuning hisobiga mollarimizda nasibasi yo'q. Molda yaxshigina kuchli og'riq bo'lyapti. Bular bir-biri bilan suzishi, bular talpa bo'lgan bu yerda. Shuni hisobiga mollarimizning nasibasi yo'q turibdi. Ularda hozir davolash yo'llarini olib boramiz. Bu yerdagi novvosimiz hammasidan ham ko'ra og'irroq vaziyatda. Hozir lechena qilish jarayoni ketyapti. Molda oyog'iga kuch bo'lishiga, molga energiya bo'lishi uchun kapinitsa, glükonat vena qon tomiridan sekinlik bilan yuborilyapti. Tanadagi og'riqlarni qoldirish, isitmani tushirish uchun neoprofen preparatidan yuboriladi. Tanadagi shishlarni qaytarish uchun deksamid va undan tashqari vitaminlardan tiaprin B kompleksidan foydalanamiz. Bu yerdagi mollarimizni ham hozir tanadagi og'riqlarni qoldirishga neoprofen, tanadagi shishlarni qaytarishga esa deksamid preparatlaridan foydalanamiz. Bundan tashqari vitaminlardan esa tiaprin B kompleks vitaminlar yuboriladi.